Всем привет, moy qadrli любимчиklarim, yaxshimisizlar? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? O'rtoqlar, hozir bahor, ilik uzildi paytlarda ham shunaqa bo'lyapti. Suyaklarim oqib ketyapti bori, o'rnimdan turgim kelmaydi bori. Saharlikdan keyin yotib uxlagandim. Keyin peshingacha yotdim bori. Uyg'ondim soat 8 dami, nechidadir uyg'ondim, 9 da uyg'ondimmi. Lekin keyin yotaverdim-da, peshingacha turgim kelmadi, gavdamni ko'targim kelmadi bori. Keyin astoydil bir narsa qilib turib peshinda o'qidim-da, yana o'tirdim. O'tirib keyin ovqat qildim. Ovqat qilib bo'lgandan keyin uyda qarasam bardak. Singillarim o'qishga ketgan, ayam ishga ketgan, dadam ishga ketgan, tog'am ishga ketgan. Bismillah deb sirraz tozalashni boshladim-ku. Уже iftor payti bo'lib qoladi, tezroq shu yerda tozalab qo'yayda, iftorga joy qilishni boshlaydi dedim-da. Joymi, choymi, xullas ikkalasidan bittasida. Ikkalasini ham qildim-da, joy ham qildim, choy ham qildim-da. Sirraz tozaladim-da, joylarni qilib tashab turib, sirraz keyin dasturxon bezatishni boshladim. Ungacha уже uydagilarim ham kelib qoldi. Ha, aytgancha oynani artdim. Doim oyna artilmaydi sizlarda, chang artilmaydi deb yozasizlar. Ko'rsatib artmasam sizlarga gap topilaveradi. Mayli, bilaman shundan ham negativ fikr topasizlar. Mayli, na iloj nimayam derdik. Boriga shukr qilamiz-da, yashashda davom etamiz. Bismillah deb hamma yoqni birin-ketin olib kelishni boshladim. Keyin piyola olib keldim-da, qarasam yana choy qaynadi. Davaychi shu choyni bo'lib quyib qo'yib piyolarga sovib turadi. Baribir og'izda ochgandan keyin hamma suv ichadi-yu, suv ichmasin, undan ko'ra sovuq choy ichsin dedim. Shaqillatib choylarni quydim-da, boshqatdan damlab keldim-da. Ovqatlarni shittillatib tortib tashladim. Shunaqa qilib, keyin orasida iftorga birga iftor qilamiz. Oxirida bo'lsa singlim kadrdan o'tib ketdi. Videoni ham tugatib qo'yibdi. Poka.